alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan tezkor aviya. Bugun Farg'onadan uchadigan barcha havo yo'llarini reyslari bilan tanishtirib o'taman. Xo'p, Farg'onadan Vnukovaga uchadigan reys Farg'ona vaqti bilan 16:50 da uchadi, 19:35 ga Moskva vaqti bilan borib qo'nadi. Bagajlisi narxi 2.800.000, bez bagajining narxi 2.600.000 chiqadi. Xo'p, keyingisi Farg'onadan Peterga bo'ladi. Uchish vaqti 8:00 da uchadi, 11:35 ga Peter vaqti bilan borib qo'nadi. Bagajlisi narxi 3.600.000, bez bagajining narxi 3.400.000 chiqadi. Keyingisi Farg'onadan Novosibirga bo'ladi. Uchish vaqti 10:05 da Farg'ona vaqti bilan uchadi, 14:50 ga Novosibir vaqti bilan borib tushadi. 2.400.000 bagajlisi, 2.200.000 bez bagaji. Hop, bundan keyingisi Farg'onadan Kazanga bo'ladi. Uchish vaqti 11:05 da samolyot uchadi, 12:50 ga Kazan vaqti bilan borib qo'nadi. Bagajlisi narxi 2.500.000, bez bagajining narxi 2.300.000 chiqadi. Keyingisi Farg'onadan Istanbulga bo'ladi. Uchish vaqti Farg'ona vaqti bilan 8:50 da samolyot uchadi, Istanbul vaqti bilan 12:30 ga borib samolyot qo'nadi. Bagajli bez возвратныйsining narxi 2.500.000 chiqadi. Xo'p, manzilimiz Farg'ona shahar Tojmahal ro'parasida. Ekranda nomerlar aloqaga chiqaverasizlar. WhatsApp, Telegram 24 soat ishlab turadi. Постоянно yoniq bo'ladi. Masofa uzoq bo'lsa, через onlayn Telegram, WhatsApp orqali biletlarni yozib beramiz.